Assalomu alaykum kanalimiz obunachiları. Barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz qadrdonlar. Alloh nasib ro'za aylasa, yangi 2026-yilni 3-yanvar sanasi shanba kuni do'stlar. Yana Xudo xohlasa yangi yilda Akbar Qassob mana shuning jaydari o'zimizga mesni zo'r baqilgan buqalarni so'yishni boshladi qadrdonlar. Hammalaringizga girib kelgan yangi 2026-yil muborak bo'lsin. 25 ta ushalmagan arzu umid niyatlarni yangi yilda ushalishligini Allohim o'zi nasib ro'za aylasin azizlar. Qadrdonlar, har doimgidek aksiyalarni ham o'tkazib oldik 3 kun davomida. Bunda qatnashgan yurtdoshlarimiz ham minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Akbar Qassobning nomidan azizlar, har doimgidek xohlagan joyingizdan go'sht xarid qilishlaringiz mumkin. Mana shu bo'yi esa 650 kilodan oshiq bu o'zimizni elimizni bolasi, ya'ni shu yigitni o'zi bu Xudo xohlasa. O'zi baqqan. Qaravay. Hurmatli yurtdoshlar, steak variantisizlarmi, shashlikjon, yog' отдельный, lahm отдельный. Amundan tashqari har juma kunlari skitkasi bor. Ko'proq miqdorda go'sht xarid qilgan yurtdoshlarimizga qadrdonlar yana kelishilgan narxda savdo qilinadi ekan. Xudo xohlasa qadrdonlar. Bemalol ertalabdan 4-yanvar kunisi tong sahardan shu Qaravayni go'shtina bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Hurmatli kuzatuvchilar, manzil Yangi Qo'riqdon madaniyat markazining ro'parasida bo'ladi qadrdonlar. Ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Baqqana rahmat buni. Chorva ishqibozlari juda yaxshi bilishadi. Bunda ho'kiz baqish oson ish emas qadrdonlar. Kamida shuningdek chorva ishqibozlarining xonadonida, molxonasida kamida 10 lab 20, 30, 40, 50 lab buqa boqishni o'zi Alloh nasib ro'za aylasin qadrdonlar. Hammani umr kunlari rizq ro'zini, kasb-korni barakata ta'atsin. Yangi yilda yangicha arzu umid niyatlaringizni ro'yobini o'zi bergay Xudoyim. Bir like bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang qadrdonlar. Videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz, shamalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat do'stlar.